Assalomu alaykum. Bugun yana bitta Xaladinikiga Snage muammosi. Bu bitta so'rtmayapti. Motor ishlayapti, bu so'rtmayapti. Tekshiramiz. Yo'q teshga yoki kapilyarga jarayonni ko'rsatamiz. Birinchi motor tekshirib olaylik. Motorimiz ishladi. Endi freondan ko'ramiz. Har doimgidek freoni bor yo'qligidan bilishdan tekshirib olamiz. Kesib turib nima qilamiz? Ozgina chizib olganimizdan keyin уже ozgina gaz chiqdi, uni tekshirib olamiz. Xo'p, klapan shredder payka qilib oldik и damlab tekshiryapmiz. 10-15 bar atrofida damlab tishga bor yo'qligini aniqlab olamiz. Xo'p, hozir 10 bar atrofida damladik, o'sha maytdan ovoz kelyapti. Ishyapti. То есть orqa obratga tomonda. Eshitilayotgan bo'lsa, esitganicha biz sekin obratga tomondan oqtarishni boshlaymiz. Ishlardan zub kelyapti. Mana shu yerdan chiqyapti. Yaxshiroq ochamiz endi. И boshqa hop, mana o'tishga xullas ashta qo'yib sigini ham kattalashgan. Xullas kapilyarkamiz ham tiqilgan. Shuning uchun kapilyarkani joyini ham topib oldik. Endi mana shu yerdan kesib medni trubka yangi kapilyarka qo'yamiz. Xo'p, xaladinligimizni obratkasini ham yangilaymiz. Kesib turib medni obratka qilamiz. Xo'p, payka qilib oldik. Alyuminga alyumin, chunki mana o'ta yupqa, unga sal qanroq turib keyin alyuminga medni payka qildik. Hechqanday yo'q. Yerda ham shunaqa qildik. Alyuminga alyumin. Unga medni payka qilib oldik. Hop, pripoyimiz. Mana shunaqa sehrli pripoy ishadi. Plus uchida flyusi bor. Ko'rinadi, ko'rinmaydi mana bu yerda. Tak, ko'rsataman. Ko'rinyaptimikin? Uchida flyus, ichida flyusi bor. Oq. Ash flyus tushib medga nima bo'ladi? Payka qilishga yordam beradi. Xaladinligimizni zapravka qilyapmiz. 600 gaz. Morozinli kamera уже начishni boshladi. Sekin zapravka qilib olamiz.